Bir aka-uka bor ekanda, bir sababga ko'ra urushib qolibdi ikkalasi. Ayb ukadan o'tgan ekan. Aka aytibdi, ukam bilan urushib yuramanmi? Hamma aka-ukalar urushadi. Odamlar ko'zga yomon ko'rinmay. Kechirim so'rayman o'zim, debdi-da ukasining oldiga borib, ukasidan kechirim so'radi. Ukasi erkaklik qildi, akasini kechirmadi. Aka 5-6 marta borib ukadan kechirim so'radi. Qayta, uka yarashaylik, kechir meni. Unaqa qilma, urushib yurish uyat. Aka-ukalarga yarashmaydi deb kechirim so'radi. Uka ko'nmabdi, akasi bilan yarashmabdi. Shu orada uka Rossiyaga ketibdi. Rossiyada borib ishlab yuribdi. Bu orada aka telefon qilib ukasidan yana kechirim so'rabdi. Borib uka telefonni ko'tarmaydigan bo'ldi. Akani telefonni ko'tarmaydigan bo'ldi. Oradan biroz vaqt o'tdi, telefon bo'ldi ukaga. Qarasa aka onasi. Telefonni ko'taribdi, onasi aytibdi, tezroq uyga qaytgin. Akang avariyada olamdan o'tib qoldi, debdi. Ukasi nafas ololmabdi-da. Nafas olishni unutib qo'yibdi bu gapni eshitib. Hayolida bitta gap takrorlanibdi-da, nimaga akam bilan yarashmadim? Nimaga akam yarashaylik deganda kelishmadim? Nimaga akamdan men kechirim so'ramadim, ayb menda bo'lib turib deb yig'labdi. Boyagi aka aytadi, hozir akam degan kantagimda